Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum Orzugul opa. Xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz yurak haqida bo'ladi. Yurak organizmni asosiy shu boyaga aytib o'tganingiz ifloslanishiga qarshi javob beradigan birinchi sezgir organ dedik. Lekin ko'pchilik o'ylaydi buni yoshga bog'liq organ, yosh o'tgan sari shikastlanishga moyil bo'lgan organ deb o'ylaydi. Aslida esa bu qonni quyuqlashi, boyaga aytib o'tganimiz organizmni zaharlanishi. Shu haqida bir ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Yurak bu asosiy motor, organizmdagi qonni aylantirib beradigan asosiy organ. Lekin kislorodni yetishmovchiligi, oziqani yetishmovchiligi bu yerda eng birinchi seziladigan organdan bittasi. Eng birinchi chustительный organ miya bilan yurak dedik. Yurak mushaklari juda buni sezgir qabul qiladi. Qanchalik qonimiz quyuq bo'ladigan bo'lsa, uni ish faoliyati shunchalik yomonlashadi. Chunki quyuqlashgan qonni qon tomirlarida aylantirib berish juda qiyin bo'ladi. Agar stress holati yana bo'ladigan bo'lsa, qon tomirlari torayadi. O'zi torayib turgan. Chunki xolesterinni birlashgan qon ifloslandi degan so'z bu qon tomirlarini ichki sathida yoriqlar paydo bo'ladi. Mana masalan erkin radikallarning harakati shunaqaki, qon tomirlarining ichida ichki sathida yoriqlar hosil qiladi. Yeyotgan noto'g'ri ovqatlanishimiz imенно o'sha yoriqlarda yallig'lanish prosesini kuchaytirib keladida, yallig'langan joyga qonimizdagi yurgan xolesterin bilashkalar o'tirishi hisobiga qon tomirining ichki sathi torayadi. Qancha ichki sathi torayadigan bo'lsa, butun organlarga, yurakda o'ziga ham, butun tanadagi organlarimizga ham qonni, kislorodni, oziqani yetib borishi kamayadi-da. Qancha kamayadigan bo'lsa, o'sha organda o'sha problema boshlanadi, kasallik boshlanadi degan so'z. Shuning uchun borib yurakda normalniy ishlash uchun albatta qon suya bo'lish kerak, yaxshi oqib turadigan bo'lish kerak. Shuning uchun borib u asosiy o'sha qon qancha quyuqlashadigan bo'lsa, uni nagruzkasi ko'payadi. Qon tomirlari toraygan sayin davleniya ko'tariladi. Davleniyani ko'tarilishining o'zi bu kompensator holat. Kislorodni yetkazib berish uchun organlarni harakat qiladi. Yurak kuch bilan ishlashga majbur bo'ladi-da. Shuning natijasida davleniya ko'tarildi. Yurakda problema boshlanadi. Yurak takikardiya tez urish hisobiga tezroq yetkazib beraman, oziqani yetkazib beraman deb tez ura boshlaydi. Shuni hisobiga u yerda yana qo'shimcha ko'proq kislorod yetishmovchiligi o'zini tanasida, yurakda o'zini tanasida. Shuning natijasida qon tomirlari chir torayadigan bo'lsa, o'sha yerda har bitta millimetrga tushadigan nagruzka ko'payadi. O'sha vaqtda chida olmasdan yorilib ketishi mumkin. Bu o'sha infarktga olib keladigan narsa. Miyada ham xuddi shunaqa narsa. Shuning uchun borib yurakni asrashning birdan bir yo'li qonni tozalash. Qonni tozalash uchun jigar tozalash kerak. Bo'lmasa yurakni ishini joyiga qo'yish juda qiyin narsa. Ko'pchilik stress yurakka ko'proq ta'sir qiladi degan fikr bor. Bu to'g'ri. To'g'ri. Lekin organizm o'sha noto'g'ri ovqatlanishimiz ta'sirida ifloslanish ham yurakka ta'sir qiladi degan fikrni. Endi stress holati momental ta'sir qiladigan narsa. Stress bo'lgan vaqtda qon tomirlari siqiladi, o'zi boya ichkaridan siqilib, nima deydi, qon tomiri torayib turganda xolesterinni bilashkalarning hisobiga stress holatda qon tomirlari sirazu taranglashgan holat bo'ladi. Bunga o'sha yurakni o'zi qattiq og'riq bilan javob beradi. Endi oziqlanish bu postoyan sekin-sekin bo'layotgan narsa. Uni orqaga qaytarish ham sekin-sekin bo'ladi, birdaniga bo'lmaydi. Stress holati u birdaniga bo'ladigan holat. Masalan, davleniya ko'tarilib yurgan bo'lishi mumkin, yurak og'rib turgan bo'lishi mumkin. Stress holatda infarkt, insult holati sirazu bo'ladigan narsa bo'ladi. Agar spokойный bo'lib turadigan bo'lsa, o'sha vaqtda infarkt, insult bo'lmasligi mumkin edi, lekin stress uni tezlashtiradi. Boyaga aytib o'tganimiz yoshga bog'liq dedik yurakni, lekin oxirgi paytda 30-40 yoshli insonlarda ham hatto analizlari, tahlillari yaxshi bo'lsa ham qon bosimi yuqoriligi, qonni quyuq ko'rinishi, yurak sohasida har xil o'zgarishlar paydo bo'lishi kuzatilmoqda. Buni boyaga stressdan boshqa yana bir sabablarini aytib o'tsangiz. Eng asosiy sababi bu yerda stressdan boshqa sababini aytadigan bo'lsak, ikkinchi sabab bu oziqlanish noto'g'riligida. Gazirovanniy ishlarda, keyin haligi energetikalarni ichishda. Mana shu bir stakan energetikada 40 ta
40 stakan kofeni kuchi bor. Siz endi bir o'ylab ko'ring, 40 stakan kofeni birdaniga ichib oling. Birdaniga ichib oladi-yu, endi ochgandan keyin bor 200 gram. Demak, o'sha yurakni o'ynashini, qon tomirlarini toraytirishni, kofeinni o'zi shunaqa holatga ega. Uyqusini ochadi-ku, bodri qilmoqchi bo'ladi o'zicha, lekin bu bodri holatga olib keladigan narsa emas. Shuning uchun ham bugungi kunda 35-45 yoshdagi yoshlarning orasida o'lim holati juda ko'payib ketdi. Chunki yeydigan ovqatlari noto'g'ri bo'lganligi, mana bu energetikalardan, gazirованный ichimliklardan ko'proq foydalanishi hisobiga, yeyishi, ichishi hisobiga mana shu holat juda ko'payib ketdi. O'lim holati, yosh o'lim holati juda ko'payib ketdi. Endi uning uchun eng birinchi yeydigan ovqatda o'sha fosfatlarni, energetikalarni, gazirованный ichimliklarni ichmang deb aytgan bo'lardim. Ovqatni regularni kamroq yeng. Chunki ovqat ko'proq yeyilgan vaqtda diafragma ko'tariladi. Diafragma ko'tarildi degan so'z yurak bilan o'pka qisiladi. O'pkani ekskursiyasi kamayganiga kislorod olish kamayadi. Endi biz mana chistka qilyapmiz, organizmni tozalagan vaqtimizda eng birinchi ichak tozaladikmi? Ichak tozalangandan keyin diafragma pasayib joyiga keladi, o'pkani ekskursiyasi joyiga tushadi. O'pka o'sha ko'proq kislorodni olib qonga bera oladi. Mana yurak o'rtada siqilib turgan yurak ham bemalol nafas olib, bemalol ishlay boshlaydi. Haligi taxikardiya deymiz, tez-tez urishlari kamayadi, nafas olish yengillashadi, kislorod bilan qon ko'proq to'yinganligi uchun og'riqlar sekin yo'qola boshlaydi. Shuning uchun borib bu yerda ham ayniqsa yoshlarga aytadigan gapim shu edi. Ovqatni kamroq yeng, to'yib yemang. Keyin tozalashni boshlang degan bo'lardim. Stress qiladigan haligi boyaga ichadigan ovqatingizni regulyatsiya qilmasangiz bo'lmaydi. Ayniqsa gazirovaniylar, energetikalarni boshim ichmasa voz keching degan bo'lardim-da, to'g'risini aytganda. Chunki o'shalar 35-45 yoshdagi yigit qizlarimizni ko'proq yigitlar deb ayta olaman. O'limga olib kelayotgani shuni hisobiga. Boyaga aytib o'tganimiz noto'g'ri pala-partish ovqatlanish va zaharlanish, har xil moddalar bilan o'sha organizmimiz zaharlanishdan tashqari ekologiyani buzilganligi, surunkali hozir charchoq, dam olmasdan ishlash ham yurakka ta'sir ko'rsatishini. Albatta bularning hammasi ta'sir qiladi. Hammasi bir barakaga ta'sir qiladi, lekin endi uni yo'qotishdan, endi yo'lga solishning birdan bir yo'li, masalan, immuniy ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Ichimliklarni, energetik ichimliklarni yo'qotish kerak bo'ladi. Bu hammasi ta'sir qiladi. Ekologiyadan qochib qutula olmaymiz, to'g'risini aytganda. Masalan, boshqa narsadan, stressdan ham qochib qutula olmasligimiz mumkin. Ishxonada shunaqa holatlar bo'ladi, baqir-chaqirlar bo'ladi. Undan qutula olmasligimiz mumkin. Lekin ovqatni o'zimiz qo'limizda-ku, kontrol qila olamiz-ku, o'zimiz qila oladigan narsani qilaylik, hattoki sog'lig'imizni, yuragimiz sog'lig'ini saqlash uchun. O'sha pala-partish ovqatlanish yana temasida qon ifloslandi va bu ifloslangan qon yurakka qanaqa yuklama berish haqida ham tushuntirib o'ting. Chunki ifloslangan qon degan so'z, masalan, qon suyuq suvga o'xshab oqayotgan bo'lsa, ifloslangan qon degan so'z u balota bo'ldi. Nima deydi? Balchiq bo'ldi, balchiqqa aylandi. Balchiq bo'lgandan keyin uni itarishga ko'proq kuch kerakmi? Oqizish uchun suvda shirillab oqib ketadi. Endi iflos qo'y qonni haydash uchun yurakka xohlamasak naruzka katta kuch bilan itarmasa, u uncha-munchaga yurmaydi. Shuning natijasida davleniya ham ko'tariladi. Chunki yurakka nagruzka tushdimi, qon tomirlarining bosimi har bir millimetriga tushadigan yuklanish ko'payadi-da, bu yurakda o'zini kasalliklarni ko'rinishiga olib keladi, kasallik holatda ko'rinishga olib keladi. Endi o'sha boyaga aytib o'tgan hamma muammolarimizni yechimini bir qismi sifatida organizmni tozalash mavzusiga qaytsak, qanday qilib o'sha yuragimizga biz yordam bera olamiz yoki o'sha boyaga aytib o'tgan jigarimizga yordam bera olamiz? Jigarimizga, yuragimizga yordam berishning birdan bir yo'li
birinchi o'rinda yeydigan ovqatimizni kontrol qilishimiz, ikkinchi o'rinda fizический ishni har qanaqangi inson, mayli ayniqsa ilmiy ishlar bilan shug'ullanadigan, miya bilan ishlaydigan odamlarga men aytgan bo'lardim, kamida hech bo'lmasa 30 minut vaqtingizni gimnastikaga ajrating, mashqqa ajrating deb aytgan bo'lardim. Обязательно, chunki mashqda o'zi mana shu qon tomirlarini tozalaydigan shlaklarni tashqariga chiqarib, переработка qilib tezroq chiqarib yuboradigan narsadan bittasi. Qanchalik tozalanadigan bo'lsa organizm, shunchalik yurakka ham, jigarga ham foyda, butun ichki organlarimizga foyda bo'ladi. Yuragimiz ham normal ishlashga imkoniyat topa oladi. Uni sistematik qilish kerak. Bir marta, ikki marta qilib bo'ldi endi. Yaxshi bo'lmayapti-ku. Endi ba'zan shunaqa bo'ladi, juda predelga kelib qolganda, o'zi nima deydi, nagruska o'zi ko'payib, yurakning mazasi qochgan vaqtda gimnastika qilish shart emas. U vaqtda ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Shifokor nazoratida bo'lish kerak bo'ladi, lekin ungacha hozircha unaqa og'ir holatda emas. Bemalol turibdi. O'sha vaqtdan boshlash kerak iloji boricha. O'sha yurakda sanchiqlar, og'riqlar boshlangan vaqtda o'sha doktorga borib kapinzokol olishdan boshqa ilojimiz yo'q. U tozalaydigan vaqtdan o'tib ketdi ancha. Lekin ozgina joyiga keltirib olib, undan keyin organizm. Lekin o'sha vaqtda o'zida ham ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa haftada bir kun, 2 kun. Вообще hadisda shunday kun bor. Dushanba, payshanba kuni roza tut degan kun bor. Mayli 2 kun bo'lsa, haftada bir kun ochlikni qiladigan bo'lsangiz, faqat suv ichib turasiz, lekin ovqat yemay turasiz. Mana shuning o'zi ham ancha foyda beradi. Organizm o'zini o'zi tiklab olishga imkoniyat beradigan vaqt bu. O'zini tozalab olishga, hali buzilgan joylarni tuzatishga yordam beradigan vaqt. Bir sutka. Nima uchun infarkt, insultlar faqatgina to'satdan paydo bo'ladigan kasalliklar emas, balki surunkali boyaga aytib o'tganimiz qonni ifloslanishi, qonni quyuqlashishi, organizmni zaharlanishi bilan ham bog'liq bo'lishi haqida. Chunki yurakdagi infarkt ham, insult ham bessimptomni birdaniga bo'lishi juda qiyin narsa. Bor yo'g'i statistika bo'yicha 3% o'limning 3%igina bessimptomli bo'lishi mumkin ekan. U ham bessimptomli emas. Albatta oldinroq sizga signal beradi, ozgina sanchiqlar bo'lib turadi, og'riqlar bo'lib turadi, uyushishlar bo'lib turadi. O'sha vaqtda o'sha harakatni boshlash kerak. Chunki u o'sha infarkt bo'lmoqchi bo'layapti-da. Faqat biz eshitishimiz kerak organizmning signallarni eshitib, o'shanga o'sha davo narsasini izlashimiz, davolanishda harakatini qilishimiz kerak bo'ladi. Endi u birdaniga o'zidan o'zi oyoqda ostidan birdaniga infarkt bo'lib qolish bu juda redki holat bo'ladigan narsa. Boya aytdim 3% gina, butun o'limni 3% gina deyapman. Chunki unda tromboz bo'lishi mumkin, tromboemboliya bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan narsalar bor. Lekin aslida infarkt bilan insult bo'lish uchun albatta oldindan o'sha nima yaratiladi bunga. Zamin yaratilib kelinadi, sekin-sekin bo'ladi. Undan keyin кажется, что вот birdaniga bo'lib qoldi, birdaniga hech qachon bo'lmaydi. U og'rib yurgan bo'lishi mumkin. Faqat o'sha vaqtda quloq solish kerak organizmning signaligada, ertaroq borib buni davolashda harakatini qilish kerak bo'ladi. Mana masalan bizning klinikamizda ko'pincha nima qilamiz? Ba'zan shunaqa holatlar, ishemический holatlar keladi. Boshida og'rib turgan bo'lishi mumkin, lekin dietalarni joyiga qo'yib, cheskani boshlaganimizdan keyin o'sha yengillik hosil bo'la boshlaydi. Sразу o'sha qon tomirlari ochiladi. Qon tomirining ichidagi aterosklerotik blyashkalar eritiladi. Chunki ozonoterapiya, lazerli terapiyalar bu immuniy yog' jiroviy kletchatkalarni eritib yuboradigan xolesterin yog'lardan tashkil topgan bo'ladi-yu. O'shaning uchun o'shalarning hammasini eritib, qon tomirlarini ochib, elastik holatni joyiga olib kelib beradi. Shuning natijasida yurakda tomirlari ham ochilib, o'sha tuzala boshlaydi. Unaqa infarktga kelib qolgan bo'lmasligi kerak-da, sal ertaroq harakat qilsa, buni ham bizning klinikalarimizda joyiga qo'yish mumkin. Shu yurakni mustahkamlash, yurak kasalliklarini profilaktika qilish uchun tavsiyalaringizni berib o'tsangiz. Profilaktikaning eng glavniysi men aytgan bo'lardim, yana qaytadan
yeydigan ovqatingni kontrol qil. Обязательно sekin asta fizический harakatni yo'lga qo'y. Chunki har qanaqangi harakat mashq qildirish natijasida yurakni mushaklarini ish faoliyatini, tonusini yaxshilab bera oladi. Tomirlarning elastichnilik holatini, elastikasini saqlab qola oladi. Kenga olish, sakrashatsiya qila olish qobiliyatini saqlab qoladida, har qanday situatsiyada o'sha o'zini vazifasini bajara oladigan holatga keladi. Hatto 20-30 minut toza havoda aylanib yurishning o'zi ham yurak uchun, yurakning ish faoliyati uchun juda yaxshi yordam beradigan narsa. Organizmni tozalash va qon sifatini yaxshilash, yurak urishi, qon bosimi va yurak holatiga bo'lgan ta'siri haqida aytib o'tsangiz. Tozalashning Bizning klinikamizda tozalash. Chunki tozalash bo'lgan vaqtda boya aytdik, diafragma ko'tarilib ketadi. Ayniqsa mana Qozog'istondan uzoq yo'llardan 2 sutka, 3 sutka yurib odamlar keladi. Davleniyasi ko'tarilgan bo'ladi, yurakning mazasi bo'lmay turgan bo'ladi. Bizlar iloji boricha dori berishdan avval klizma qilishga harakat qilamiz. Chunki 3 sutka qimirlamasdan poyezdda endi nima harakat qiladi? Yeb yotadida diafragma ko'tarilgandan keyin yurak bilan o'pka qisiladi. Yurak o'pka qisilgandan keyin borib haligi davleniya ham oshadi. Biz birinchi kelib klizmani qilgan vaqtimizdan o'sha tozalanish, yurakda ish faoliyati yaxshilana boshlaydi. Nafas olish yaxshilanadi. Bu degan so'z kisloroddan to'yinadi qon. Qancha kisloroddan to'yinadigan bo'lsa, mana infarkt nimadan kelib chiqadi? Ishemическая болезнь serta kislorod yetishmovchiligidan kelib chiqadigan narsa. Qachonki kisloroddan to'yinishni boshladimi, demak u kasallik orqaga qayta boshlaydi. Shuning uchun borib bu tozalash infarkt, insultni oldini olishning eng asosiy profilaktikasi, metodi shu bo'ladi, tozalash. Dori bilan uni oxiriga qaytarib mumkin emas o'zi aslida. Imенно tozalash yo'li bilan siz o'shani profilaktika qila olishingiz mumkin. Oldini olishingiz mumkin infarkt, insultlarni. Bunaqa misollar juda ham ko'p. Juda ko'p, albatta juda ko'p. Mana shu hozir organizmi ifloslangan, zaharlangan insonlarimiz ko'p. Agar shu insonlarni yuragi gapira olganda nima degan bo'lardi bizga? Voy dod derdi. Voy dod, iltimos, harakat qilgin degan, yordam ber degan bo'lardi. Yordam ber, hech bo'lmasa ham diafragmangni pastga tushirgin, harakat qilgin degan bo'lardi naverna. Chunki hozir mediklarga borib tozalanib kel degan bo'lardi. Oxirgi savolimiz, doimiy ravishda yuragini his qiladigan, xuddiki og'riq bo'lgandek yoki boshqa bir nimada xavotir, pulsatsiya, og'irlik sezish, shunaqa bemorlarimiz borda. Shularga nima maslahat berardingiz? Sog'ayish yo'lini nimadan boshlash kerakligini? Unaqa odamlarga men aytgan bo'ladim, oldin kardiogramma qilsin, ko'rsin, anashlarni ko'rsin, chunki baribir endi qaysi holatda turganini bilishimiz kerak. Aytdik-ku, tozalash programmasi ham organizmda hamma kasallikni qo'zdirib chiqaradigan narsa deb aytdik. Shuning uchun oldin kardiogramma qilib qanday holatda turibdi, qaysi nagruzkamizni ko'tara oladi, qaysi nagruzkani ko'tara olmaydi deganday. Keyin borib yeydigan ovqatni mana kelgan kundan boshlab bizda раздельное питание programmasi bor. Ovqat ozgina beriladi. Birinchi kun to'ymaydi. Birinchi 3 kungacha to'ymay qoladi kasallarimiz. Boshqa ovqat izlay boshlaydi, lekin bizning qizlarimiz, doktorlarimiz yo'q, shu bo'ladi. Chunki ochiqni qiz qilgan vaqtda organizm o'sha energiyani to'ldirib berish uchun jiroviy kletchatkalarni, haligi ortiqcha jiroviy kletchatkani yoki bo'lmasa shlaklarni переработка qilib bizga energiya qilib yetkazib bera oladi. Mana shu 3 kunda o'sha proses ishga tushsa, undan keyin davom etib ketaveradi. To'xtamaydi u. Endi birinchi 3 kunda to'yib ovqat yeb qo'yadigan bo'lsa, endi masalan bizni bergan ovqatimizga qanoat qilmasdan, tushunmagan odamlar shunaqa qiladi. Borib ana yoqdan kafedan, bir restorandan ovqatlanib to'yib keladigan bo'lsa, u proses ishga tushmay qoladi. Demak, ichkaridan organizm o'zini o'zi davolab, haligi nima deydi, kasallangan shlaklarni hammasini переработка qilish imkoniyati pasayadi.
оказывается shu birinchi kun boshlagan ochlikni his qilgan vaqtda jirovga kirishayotganlar shlaklarni переработка qilib energiyaga aylantirib beradi organizm. 3 kundan keyin kasallangan kletkalarni tortib olib, o'shani parchalab yeb boshlaydi-da, kasallangan kletkalarning o'rniga yangi toza kletkalar ishlab chiqarishga organizm o'zi harakatini qila boshlaydi. Shuning uchun borib bunaqa odamlarga aytgan bo'lardim-da, ertaroq harakatingni qil degan bo'lardim-da. Orzugul opa, sizga kattakon rahmat. Savollarimiz ko'p, lekin siz vaqtingizni hisobga olib katta rahmat aytmoqchimiz. Tomoshabinlarimiz nomidan ham sizga rahmat. Shuncha tavsiyalaringizni berib, shuncha vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun. Xudo xolisa yana yillar davomida bizga shunaqa ustozlik qilib, o'rgatib, insonlarga foydasi tegib yuradigan umiddamiz. Xudo xolisa doim shunaqa yosh bo'lib yuring. Charchamang. Rahmat. Bizga saboq berishdan, bizni tomoshabinlarimizga maslahatlaringizni berishdan, tomoshabinlarimizga ham kattakon rahmat aytamiz. Kuzatib, qo'llab-quvvatlashtirishgani uchun rahmat kattakon. Rahmat sizga ham. Men ham tomoshabinlarga aytgan bo'lardim, eng avvalo yuragingizni saqlash uchun albatta eng birinchi yeydigan ovqatingizni kontrol qiling. Toza havoda aylanib yurishda yo'lga qo'ying va shukr qiling, boringizga shukr qiling. Mana shuning o'zi sizni sog'lig'ingizni tiklaydigan eng glavniy narsalar. Endi nafas olish mashqlarini ham qo'shyapmiz. Agar bizga kelib davolanadigan bo'lsa, biz uni hammasini o'rgatib yuboramiz. Bular organizmdagi qon aylanishni yaxshilab, yurakni ish faoliyatini, qon aylanishini, jigarni, o'sha любой ichki organlarimizni har bitta mashqni qilayotganda biz aytamiz, o'rgatamiz, qayerga foyda beryapti bu mashq. Oddiygina, prostoy mashqlar bemalol qilish mumkin, sog'lom bo'lib yurish mumkin bo'lgan narsalar. Oddiy narsadan boshlasak, uni o'zi yaxshiroq, tabiiy narsalardan boshlasak, har holda zarar bo'lmaydi organizmga, boshqa yoqqa. Tezroq uni sistematik qilishni o'rganish kerak faqat. Bir marta, 2 marta qilib qo'yib qo'yish to'g'ri kelmaydi. Albatta sistematik qilish kerak. Har biringizni sog'lig'ingiz bizning eng katta boyligimiz, baxtimiz. Bizning maqsadimiz insonlarga sog'liq ulashish, ularga o'rgatish, sog'lom turmush tarzini o'rgatish. Hajab shu insonlar bizni yer kuramizda hech kim kasal bo'lmasa ekan deymiz. Aytishingiz mumkin, doktorlar nima ish qiladi deb. Doktorlarga har doim ish topiladi. Chunki profilaktika bilan zanimatsiya qilsak, hamma sog'lom bo'lsa, baxtli bo'lsa, xursand bo'lib yuradigan bo'lsak, biz ham xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling.